Assalomu alaykum do'stlar, bormisizlar, salomatmisizlar? Yana birgamiz, yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda xursandman. Bugun bir qancha yaxshi mavzularni terib tanlab qo'yganman. Albatta, ketgan vaqtingizga achinmaysiz degan umiddaman. 10 daqiqa atrofida video bo'ladi. Oldinda har doimgidek sizlarga katta rahmat aytib qo'ymoqchiman. Kommentariyada o'zini saviyali fikrlarini yozib qoldirayotgan do'stlarimizga alohida minnatdorchilik bildirib qolaman. Do'stlar, dastavval mavzularni aytib o'taman. Millatlar Ligasi turniri tashkil etilmoqda. Osiyoda Millatlar Ligasi tashkil etilmoqda do'stlar. Kongo o'rniga Nigeriya. O'tkir Yusupov Navbahorga nima demoqchi? Abduqodirni endi eslab qolishdi. Lens, Real Madrid, Atletico, Milan hamda Liverpool. Mana shu mavzular atrofida gaplashib chiqamiz. Orada kelib qolsa yana bir boshqa qo'shimcha fikrlar, improvizatsiya u yog'iga qo'shib ketaveramiz do'stlar. Dastavval mana bu homiylar tomonidan berilgan videorolikni ko'rib olamiz. Tezda mobil ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonning istalgan Uzcard va Humo kartalariga yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Shuningdek, Tezda ilovasi bilan yaqinlaringizning telefon raqami orqali ham pul o'tkazmalarini osonlik bilan amalga oshiring. Hoziroq Play Market yoki App Store dan yuklab oling. Tezda aynan siz uchun yaratilgan dastur. Videoni ko'rib oldingiz do'stlar, pastda havola bor. O'tib agar aynan u yerda Saminjonov nomi yozilgan, meni nomimdan o'sha platformani yuklab oladigan bo'lsangiz, menga va kanalga umuman katta hissa qo'shgan bo'lardingiz rivojlanishimizga. Chunki ular davomiyroq ishlashardi biz bilan. Agar ko'proq natija bo'lsa ularda, ayniqsa o'sha musofirda yurganlar ko'proq yuklab olsa ushbu ilovani, menga ko'proq natija kelsa, ular davomiyroq ishlashadi. Xullas do'stlar, boshladik. Birinchi bo'lib yaqinda chiqqan xabar Millatlar Ligasi turniri tashkil etilishini AFK ko'rib chiqmoqda. Bu juda kerak turnir edi bizga do'stlar. Ya'ni hozir mayli jahon chempionati bor. Hozir jahon chempionatida oldidan biz osiyoliklar bilan o'ynamasligimiz deyarli aniq. Bizga o'zimizning guruhdagi o'sha Yevropa, Janubiy Amerika jamoasi kerak. Xullas Afrika jamoasi kerak. Bizga osiyoliklar kerak emas. To'g'ri, jahon chempionatigacha kuchli raqiblar bilan o'ynashimiz kerak imkon qadar. Lekin jahon chempionati o'tib bo'lgandan keyin FIFA kunlarida federatsiyamiz vakillari, mas'ul shaxslar bunga aloqaga chiqib, o'sha vaqtni behudaga sarflab o'tirishmaydi. Tayyor turnir jadvali bo'ladi, tayyor guruh bo'ladi. O'sha Millatlar Ligasi tashkil etiladigan bo'lsa-da, ya'ni FIFA kunlari juda unumli o'tadi. Hozir o'rtoqlik uchrashuvi bo'lgandan keyin, misol uchun Urugvay bilan o'ynadik. Urugvay ikkinchi tarkibi bilan keldi. Osiyoda ham Yaponiya bilan o'ynab qolsak, o'sha paytda ikkinchi tarkibi emas, o'sha 1,5-chi tarkibini jo'natishi mumkin-da. Agar Millatlar Ligasi bo'ladigan bo'lsa, chala rasmiyroq bo'ladi. Rasmiy ham deb bo'lmaydi, o'rtoqlik uchrashuvi ham deb bo'lmaydi, shuni o'rtasi bo'ladi, hattoki o'rtasidan ham yuqoriroq. 70% rasmiyroq bo'ladi. Ana boring do'stlar, 100% rasmiy bo'ladi o'sha uchrashuv. Lekin nomi o'sha nima desam bo'ladi, Millatlar Ligasi uchrashuvida nomi. Xullas, u uchrashuvda misol uchun O'zbekiston, Avstraliya yoki Koreya bilan o'ynab qoladigan bo'lsa, Yaponiya bilan o'ynab qoladigan bo'lsa, biznikilar bu Millatlar Ligasi demasdan borini beradi, bor imkoniyatidan foydalanadi. Murabbiy Kanavaru bo'ladigan bo'lsa o'sha paytda o'zini nimalarga qodirligini butun isbotlashga harakat qiladi butun Osiyoga. Chunki bir paytlar Xitoy bilan eplolmagan ishini O'zbekiston bilan qo'lida shunaqa zo'r tarkib bor paytda uddalashga harakat qilib ko'radi. Yana bitta narsa do'stlar, Millatlar Ligasi Yevropada bor. Lekin o'zi ayni Osiyoga kerak edi, chunki Osiyoda hamma millatlar bor. Hamma millatdan bor topishingiz mumkin Osiyoda. Hamma millatni aynan shu Osiyoga, eng katta qit'alardan bittasiga kerak edi shunaqa Millatlar Ligasi. Va buni eshitib juda xursand bo'ldim do'stlar. Chunki endi boshqa darajaga chiqadi Osiyo futboli. Keyingisi do'stlar, keyingi mavzumuz Kongo o'rniga Nigeriya. Hali FIFA tomonidan rasman chetlatilgan yo'q Kongo, lekin shunaqa xabarlar chiqyapti, juda ko'payib ketdi oxirgi paytda shunaqa mishmishlar. Kongoning o'sha 6 ta futbolchisi hujjatlashtirish borasida to'liq o'sha hujjatlashtirish ishlari yakuniga yetmasdan turib 3 ta o'yin o'tkazishgan ekan va o'sha ochkolarni olib tashlaydigan bo'lsa, Nigeriya Kongodan oldinga o'tib ketadi. O'sha play-off bosqichida. Va tabiiyki narigi tomondan keladigan Yamayka va Yangi Kaledoniya jamoalari bilan ikkalasidan qaysi biri yutsa, Nigeriya o'ynashi mumkin. Nigeriyani tarkibini ko'rsangiz do'stlar, bo'lib yotibdi, ishoning. Viktor Osimhen, endi mayli Osimhenni tushunamiz, endi misol
bitta chiqib qoladida, istalgan davlatdan bitta yulduz chiqib qolishi mumkin, to'pirar chiqib qolishi mumkin, yovvoyi futbol o'ynaydigan chiqib qolishi mumkin, lekin Nigeriyada APL bo'lib yotibdi, A seriya bo'lib yotibdi. Umuman o'sha Yevropani top 5 ligidan ham bor, top 6-7 ligidan hammasidan bor do'stlar. Hattoki o'sha Eldor Shomurodov bilan birgalikda to'purarlar bahsida Paulo Anauchi ham bor, ya'ni to'purarlar bahsida kurashayotgan. Hozir Anauchida ham 11 ta gol bor, Eldor Shomurodovda ham 11 ta. U ham Nigeriyadan hattoki do'stlar. Ko'ryapsizmi? Hozir FIFA tomonidan bizni minusimizga o'zi shundoq ham o'sha qura jarayonida o'sha misol Yaponiyani o'rniga tutsak bo'lardi biz yoki Koreyani o'rniga tutsak bo'lardi. Iordaniyaga havas qilmagan bo'lardim, lekin Yaponiyaning guruhiga havas qilsa bo'ladigan guruhga tushdi Yaponiya do'stlar. Xullas, agar Nigeriya chiqadigan bo'lsa, rasvoyu raddibola bo'lib ketadi bizning guruh, ishonavering do'stlar. Nigeriya o'zi bu epizoddan chiqib kelayotganligi, ya'ni play-offdan chiqib kelayotganligiga qaramaslik kerakda Nigeriyani. Haqiqiy to'porocha futbol o'ynaydigan jamoa Nigeriya do'stlar. Shuning uchun FIFA to'g'ri qaror qabul qiladi degan umiddaman va Kongoni o'zini qoldirsa kerak menimcha. Keyingi mavzumiz O'tkir Yusupov Navbahorga keldi. Navbahor muxlislarini tabriklab qo'ymoqchiman. O'zbekiston milliy terma jamoasining 25-yildagi eng yaxshi futbolchi deb topilgan darvozabonning o'zini jamoasiga kelganligi bu katta omad o'sha Navbahor muxlislari uchun. Lekin do'stlar, Barselona gol urdi. Hozir jonli efir ketyapti. Jonli efir debman. Barselonani o'yini ketyapti. Villarreal bilan hozir Barselona gol urdi. Penaltidan uribdi. Kim urganini keyinroq aytaman. Xullas, chalg'imaymiz do'stlar. O'tkir Yusupov mavzusiga ketayotgandik. Bu xabar chiqqaniga ancha bo'ldi. 2-3 kun bo'lib qoldi. O'tkir Yusupovning Navbahorga o'tganligi, lekin intervyu berdi va intervyuni men to'liq ko'rib chiqdim, tahlil qilib o'zimcha ko'rib chiqdim va nimadir demoqchi. Ya'ni O'tkir Yusupovni ko'pchilik aytayapti, mana Navbahorga qaytdi, haqiqiy erkak, o'zining aytgan gapini ustidan chiqdi, bergan va'dasini bajardi. Endi do'stlar, bergan va'dasini bajardi, qoyil gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin Navbahor tomoni ham normal taklif berganda, o'sha takliflar ichida hech bo'lmasa oshiq bo'lmasa ham, misol uchun Neftchidan taklif bo'lgan bo'lsa yoki Andijondan bo'lgan bo'lsa, o'sha summaga yaqin summani bergan. Ya'ni o'sha summa bilan barobar summani bergan. Qancha ular berayotgan bo'lsa, men ham shuncha summani senga taklif qilaman degan. Ya'ni bu tomon ham, Navbahor tomoni ham turib bergan demoqchiman-da. Endi o'sha intervyu berdi. Intervyu jarayonida o'sha tarixni eslab o'tdi. Endi men nimalarnidir kovladi demoqchi emasman. U oldida o'tirgan o'sha jurnalistlarning savoliga javob berdi, lekin u baribir nimadir demoqchi. Ya'ni men milliy terma jamoa darvozaboniman va legioner sifatida ortga qaytyapman. Qaytganda ham aynan Navbahorga qaytmayapman. Men gapimga javob beryapmanmi? Senlar ham endi keyinchalik bajarilishi kerak bo'lgan ishlarni hammasini qoyillatib qo'y degandek. Ya'ni o'sha klubning ichidagi infratuzilmalarni nazarda tutyapti. Eronda mana bunaqa edi, men o'ynagan jamoada bunaqa edi, sharoitlar bunaqa qo'shilaman, uning fikrlariga qo'shilaman, lekin dengizda suv ko'tarilsa hamma joyda baravar ko'tariladi, ya'ni hamma ustidagi jismlar baravar ko'tariladi deydi-yu. Superligamizning o'zida bir klubning o'zi bo'rtib chiqishi mumkin emas-da. Navbahordan buni talab qilishi noto'g'ri O'tkir Yusupov. Ya'ni talab qilmayotgandir, u ichidan shuni talab qilyapti, ichidan his qilyapti. Lekin hamma klub baravar ko'tariladi, baravar rivojlanish bo'ladi, keyin bo'ladi-da, tabiiy jarayon bo'ladi. Bu sun'iy qilib qanaqadir bir moliya tomonidan uni qiynab qo'ysa, bu yili normal qatnashishi mumkin Navbahor, keyingi yili yaxshi ishtirok eta olmasligi mumkin. Yoki Navbahor B jamoasiga va yoshlar akademiyasiga umuman sarmoya ajratilmay qolishi mumkin. Shuning uchun qolganlarni ham O'tkir Yusupov o'ylaydi degan umiddaman. Va endi katta mavzu Abduqodir Husanov masalasi do'stlar. Abduqodir Husanovga rasman Lansning direktori qo'ng'iroq qilgan. Abduqodir Husanovga emas, Abduqodir Husanovni so'rab Manchester City rahbarlari bilan Lans rahbarlari gaplashgan. Buni eshitdingiz allaqachon va Manchester City tomoni buni rad etgan. Ya'ni o'zimizga kerak u degan, unga ijaraga berib turishni, ijaraga olmoqchi bo'lganda Lans tomoni buni rad qilgan. Hozir Lans chempionligi uchun kurashayotgan jamoa Liga 1da.
Bu bitta chempionlik uchun kurashayotgan jamoa. Buni inobatga olib turasiz. Keyingisi Real Madriddan bo'lyapti. Keyingisi Atleticodan bo'lyapti. Keyingisi Milandan bo'lyapti. Milan hozir A Seriyada chempionlik uchun kurashayotgan jamoa. Ikkinchisi bo'ldi chempionlik uchun kurashayotgan jamoani va Liverpool do'stlar. Liverpool vaholanki chempionlik uchun kurashmayotgandir, lekin baribir o'sha tubga tushib ketmaslik uchun o'zini o'sha jar yoqasida his qilyapti. Slot va jar yoqasida ko'ryapmiz-ku, o'rtamiyona APLda o'rtamiyona klub bo'lmaydi deb aytishadi o'sha futbol muxlislari, lekin nom jihatdan o'rtamiyona klublardan ham hattoki gollar o'tkazib yuboryapti. Shuning uchun Slot menimcha Abduqodir Husanovni olib o'tgan yili Pep Guardiola qilgan ishni qilmoqchidir balkim. Va Milan jamoasiga ham A Seriyaga ham tushib ketaveradi, bemalol tushib ketishi mumkin. Abduqodir Husanov umuman jamoa tanlamaydi, ishonavering, istalgan jamoaga olib borib qo'ysangiz o'sha jamoada o'zini pozitsiyasida bemalol o'ynab ketishi mumkin do'stlar. Keyingisi Atletico Madrid, bularning ichida hattoki Real Madriddan ham yaxshiroq variantdek tuyuladi, chunki Atleticoning o'yin uslubi Husanovga juda mos tushadi. Qanaqadir bir himoyaviy o'yin uslubidan foydalanadi. Aksariyat misol uchun juda ko'p o'yinlarida shunaqa, ya'ni katta jamoalarga nisbatan himoyaviyroq o'yin ko'rsatadi Diego Simeone shogirdlari. Va keyingisi Real Madrid do'stlar. Real Madriddan hozir 7 ta futbolchisini ko'rib chiqdim, jarohat olgan va aksar o'sha 7 ta futbolchining ichida aksari deyarli hammasi desa ham bo'ladi, himoyachilarda. Va Husanovni hozir xabarlar chiqyapti. Bu xabarlar hech qanaqa mish-mish emasda, hammasi hozir men aytib o'tgan jamoalar bular rasmiy tarzda hali oshkora e'lon qilmagan bo'lsa ham, lekin o'sha sekin o'zining agentlarini jo'natib hammasi xabar olishyapti. Ya'ni Husanovni bizga o'tkazilishning iloji bormi degan muzokaralar kechyapti. Bular hali rasmiy e'lon qilingan yo'q, chunki klubning o'zining ambitsiyalari bor, boshqasi bor. Xullas buni nimadir hal bo'lmasdan oldin e'lon qilib bo'lmaydi. Lekin Real Madridniki qisman ko'proq muhokama bo'lyapti, chunki Realga kerak aynan Husanov. Himoyachilar hozir umuman Realning himoyasi hozir dabdalada do'stlar. Kecha ko'rdingiz, oddiy komandaga qarshi 2 ta gol o'tkazib yubordi. Xabi Alonsoni qanaqa ahvolga tushib qolganini, yonida futbolchilar Enrik bilan Vinicius kulib o'tirganligini videosi chiqib ketdi-yu. Xullas Realga o'tsa yaxshi bo'lardi deb turgandirsiz, lekin do'stlar Husanov hech qaysi klubga o'tmagani yaxshi hozirgi holatida. Chunki endi integratsiya bo'ldi, endi adaptatsiya bo'ldi bu Cityga. Endi City o'zi men aytdim-ku hozir, Husanovni istalgan jamoaga olib borib qo'ying, o'ynab ketadi. Istalgan jamoada o'zini pozitsiyasini oqlab ketadi, o'zini pulini oqlab ketadi Husanov. Lekin atrofdagilarni qarashi bor-ku, misol Pep Guardiolaning o'zini dunyosi bor. O'sha dunyosiga endi moslashayotgan Husanov Real Madridga ketadigan bo'lsa, men esimda yo'qda bironta bir futbolchi ijaraga borib, qaytib kelib o'zini klubida mashhur bo'lib ketganini eslay olmayman-da men do'stlar. Shuning uchun demoqchimanki, Husanov Manchester Cityda qolgani yaxshi. Mayli o'sha zo'r imkon bo'lsa, o'yin amaliyotini qo'lga kiritishi mumkin bo'lsa, jahon chempionatidan oldin Real Madridda dahshati bu do'stlar. Lekin baribir mana bu Pep Guardiolaning Guardiola hali verib ketmaydi-da, o'rniga Maresga kelishi mumkin yozda, 2026-yil yozda degan gap so'zlar chiqdi-yu, lekin Guardiola bu telba shaxsda, mana bu Ronaldo va Messiga o'xshagan telba shaxs. Bu hali verib futboldan ketadigan shaxs emas. Ya'ni daholarni nimasi daholik desa, o'sha to'xtashni bilmasligi daholik deyiladi-yu. Ya'ni to'xtashni bilmaydi ular. Bitta ishga sho'ng'ib kirib ketadi, bo'ldi. O'sha ishga kirib eng tubiga yetib tushgandan keyin qanaqadir bir voqelik, tashqi dunyo ularni to'xtatib qolmasa, o'zini o'zi to'xtatib qola olmaydi. Shuning uchun ham ular daho deyiladi-yu. Guardiola ham xuddi shunaqa. Guardiola ham o'zining o'yin uslubidan chekinmaydi va Husanov endi shu o'yin uslubiga moslashib, Pep Guardiolaning rostman o'sha yashirin quroliga aylanayotgan paytida boshqa klubga ketib qolsa, oradagi tafovut uzoqlashib ketadigan bo'lsa, 5-6 oy, yarim yil bu holat kuzatiladigan bo'lsa, keyin qaytgandan keyin yana integratsiya bo'lishi bor, yana moslashishi bor. Kim biladi, rejalar o'zgarib ketib qolar Cityda balkim. Xullas, shuning uchun ketmagani ma'qul. Agentlari meni eshitishmaydi, Husanovning agentlari. Lekin mabodo tasodif bo'lib o'sha bo'lishi mumkin-ku, mingtadan bitta imkoniyat eshitib qolishadigan bo'lsa, Husanovni qolgani yaxshi. Ular mendan ancha aqlliroq, ular mendan ancha saviyali fikrlashadi.
ular to'g'ri qaror qabul qilishadi degan umiddaman. Xullas, mavzular shu edi do'stlar. Like bosib, kommentariya yozib qo'yarsizlar va har doimgidek o'zimning odatimga binoan eng sodiq, eng go'zal muxlis oxirigacha ko'radi-da. Oxirigacha ko'rgan muxlislar albatta men aytgan joyga o'tishadi, Telegram kanalimga. Telegram kanalimga o'ting, u yerda to'g'ri faol emasman Telegram kanalida, ya'ni har soatda nimalarnidir tashlab turmasligim mumkin, lekin o'sha bir kunda bir marta bo'lsa ham saviyali bir boshqa Telegram kanallarda aylanmagan bir ma'lumotni tashlab turaman albatta do'stlar. O'zingizni ehtiyot qiling, ko'rishguncha salomat bo'ling.